travmalar hisobida kelib chiqqan shramlar, bolalikdan nuqson bilan tug'ilganlarga hayot sifatini yaxshilash uchun qilinadigan operatsiyalar bu rekonstruktiv operatsiyalar hisoblanadi. Endi ko'pchilik shu tushunadi, plastika faqat chiroy uchun. Yo'q, bunaqa emas. Plastika bu birinchi o'rinda patsientning psixoemotsional holatini yaxshilaydigan operatsiyalar. Hozirgi kunda mana sizga murojaat qilayotgan patsientlarning qanchasi, necha foizi 80% chiroy uchun, 20% rekonstruksiya uchun. asosan qaysi turdagi jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirasiz? Plastik xirurgiyada eng topida bu qovoq oldirish operatsiyasi. Ikkinchi o'rinda bu liposaksiya operatsiyasi. Yog' oldirish. Va uchinchisi bu rinoplastika, burun shaklini o'zgartirish. Tendensiya hozir erkaklarni ko'paytiryapti. Ya'ni 2 yil, 3 yil oldin erkaklarni praktiski ko'rmaganman, hozir juda ko'p. Liposaksiya va liposkulptura haqida. Liposaksiya bu yog'larni so'rab olish, liposkulptura bu tanani o'sha yog' bilan sculpting, chiroyli qilib berish, formasini chiqarish. Estetikani orqasidan yugurib, o'zimiz sog'lig'imizni yo'qotib qo'ymasak. Nima uchun aynan plastik jarrohlik yo'nalishini tanlagansiz? Soha ko'p-ku. Xo'p, o'zi oldindan aytsam, chunki oilam o'zi vrachlardan bo'lgan, dadam ham xirurg. Va xirurglarning ishini ko'rib katta bo'lganman o'zi. Va shu aylanib yoshligimdan bakalavrdan xirurgiyada katta bo'lganman. Dejurstvalarga borib, xirurgiyaga o'sha yerda mehr qo'yganmiz. Keyin Toshkentga ko'chib kelganimdan keyin estetik tibbiyotga kirib keldim, plastikaga va qiziqishim o'sha yerda uyg'ongan. Ustozim o'shaligida. Bu soha O'zbekistonda qanchalik hozir aktual deb o'ylaysiz? Xo'p, O'zbekistonda bu hozir aktuallashyapti. Chunki odamlar tushunishni boshlayapti. Plastika nima u? Plastika nafaqat hozir estetika, bu noto'g'ri tushunishadi. Chiroyli uchun deb o'ylashadi, lekin aslida bu rekonstruksiya hisoblanadi. Bir muammolarni hal qilishga qaratilgan xirurgiya. Ajratib o'ting, rekonstruksiya nima va shunchaki chiroy uchun qilinadigan, estetik jihatdan qilinadigan amaliyotlar nima? Travmalar hisobida kelib chiqqan shramlar, travmalar hisobida kelib chiqqan bironta bir nuqsonlar, bolalikdan nuqson bilan tug'ilganlarga hayot sifatini yaxshilash uchun qilinadigan operatsiyalar bu rekonstruktiv operatsiyalar hisoblanadi. Endi ko'pchilik shu tushunadi, plastika faqat chiroy uchun. Yo'q, bunaqa emas. Plastika bu birinchi o'rinda patsientning psixoemotsional holatini yaxshilaydigan operatsiyalar. Ya'ni plastik jarrohlik qilgandan keyin psixoemotsional holati yaxshilanadi deb o'ylaysizmi? Yaxshilanadi. Nimani hisobiga? Endi plastik xirurgiyada norma va standartlar yo'q. Ya'ni hech kim ayta olmaydiki, mana bu narsa chiroyli, mana bu narsa xunuk. Sizga yoqadigan narsa menga yoqmasligi mumkin, menga yoqadigan narsa sizga yoqmasligi mumkin. Shuning uchun norma yo'q. Patsientlar endi ko'pchiligi keladi, masalan, bitta norma, bir normal holat tushuntirsam, patsientga kelyapti. Mana shu endi bolalarni emizdirgandan so'ng tez semirib ozgandan keyin ko'kraklar osilishi mumkin. Ko'pchilik shu eriga yoqmaydi. Endi qanaydir eri chetga qarashni boshlaydi, ayollar o'sha vaqtda kelib подтяжка груди qildirishi mumkin. Ya'ni ko'kraklarni joyiga ko'tarish yoki увеличение точно так же kichraytirish ham mumkin. Juda katta ko'kraklar bo'ladi. Nafaqat hozir ko'kraklarni kattalashtirish mumkin, kichraytiradi o'zi. Tushunarli. Hozirgi kunda mana sizga murojaat qilayotgan patsientlarning qanchasi rekonstruktiv muammolar bilan murojaat qilishar? Agar foizlarda aytsak, 102 ga bo'laylik, necha foizi 80% chiroy uchun, 20% rekonstruksiya uchun. Rekonstruksiya uchun murojaat qiladigan odam shunchalik kammi? Kam. Nima uchun deb o'ylaysiz? Menimcha rekonstruksiya qildiradigan odamlar kamroq bo'lsa kerak. Chunki estetika baribir ko'proq, odamlar chiroyli bo'lishni ko'proq xohlaydi. Rekonstruksiya juda kam. Yoki ishonishmaydi. Chunki juda ko'p odamlarni bilaman, Turkiyaga borib qildirib keladi, Xitoyda qildirib keladi. Ya'ni shunaqa bemorlarimiz bor, tug'ma nuqson, quloq yo'q. Quloqda yasash kerak.
Xitoyda qildirib keladi, Turkiyada qildirib keladi. Bizda ishonishmaydi, skорее всего. Shuning uchun qildirishmaydi. Nima uchun ishonishmaydi? Biza qarang, rekonstruksiyaga baram urg'uni bermaymiz ko'p. E'tibor qilgan bo'lsangiz, qayerda, Instagramdami, YouTube'dami? Ko'rdim, men sizni ancha kuzatdim. Siz bilan deyarli 20 kun, 15 kundan beri gaplashyapmiz. 15 kundan beri meni kuzatuvimdasiz, chunki men har bitta sizni qilayotgan ishingizni ko'rishim kerak bo'ldi. Ko'rib chiqdim. Rekonstruksiya baram qiyin. O'sha quloqni o'zini olib qarasak, o'zini qulog'idek bo'lmaydi. Va juda qimmat. Axir savolim shundan iborat, qarang. Nima uchun O'zbekistondagi plastik jarrohlarga odamlar ishonmay qo'ygan yoki o'z umuman hali ishonchi qozonishmagan? Nima uchun? Ishonadi. Men imенно rekonstruksiyada aytyapman. Boshqa estetik jarroh estetikada O'zbekiston, mana sizga aytaman, rivojlangan plastik xirurgiya yaxshi rivojlangan davlatlar ichida O'zbekiston juda katta mavqega ega. SNG davlatida eng zo'r plastik xirurgiya O'zbekistonda. Men ruslarni aytmayapman, ruslarda yaxshi. Ular balkim bir narsalar ustunroq turar balkim bizdan. Lekin Turkiya masalan yaxshi rivojlangan, Xitoy rivojlangan. Mana yaqinda xitoyliklar keldi, ular bizdan o'rganib ketgan narsasi bo'ldi. Biz ulardan o'rgangan narsasi ham bor albatta. Endi mana shunaqa. Afsuslanmaganmiz sohani tanlaganingizda, mana 6 yil bo'libdi shu sohani ichida yurganingizga. Yo'q. Afsuslanmaganmiz, ko'plar noto'g'ri tushunadi. Plastik xirurgiya noto'g'ri narsa deydi, lekin buni ichiga chuqurroq kirganingizdan keyin bunday emasligini tushunasiz. Kim noto'g'ri tushunchaydi? Mana misol uchun. Masalan ayting. Masalan, Instagramda ko'ramiz, kommentariyaga kirsak, bu ishlaringiz noto'g'ri qilyapsizlar, mumkin emas deydi. Lekin holatlar bor. Masalan, yaqinda kecha 70 yoshli ayolda operatsiya qildim. Nima uchun? O'sha oddiy narsa, mahalla o'zlantirishda blefaroplastik, qovoqlarni olish. U ayol xolam oldimga kelganida ko'zlari ochilmayotgan edi. Ya'ni qovoqlari shunchalik bosib qolganki, ko'zlarini meni ko'tarib yuribdilar. O'sha kishiga men qovoqlarini olib, hayot tarzlarini yengillashtirib berdim. Mana shu plastik xirurgiya. Mana shu yordam. Tushunayapsizmi? Hammasi chiroy uchun emas. Hayotiy ko'rsatma ham bor bu yerda. O'zi umuman sohangiz bo'yicha shu kecha kunduzda odamlar mana ishonishni boshladi deyapsiz, ishonishadi deyapsiz. Ko'proq mana siz sohangiz bo'yicha asosan qaysi turdagi jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirasiz? Hozir eng ko'prog'i opet-taki o'zi hamma odamlarga kerak bo'ladigan narsa shu qovoq oldirish operatsiyasi, shunga o'xshash blefaroplastika. Blefaroplastika. Yanachi? Reytingga bo'lib bering. Mana 1-2-3 eng top savollar sizga. Eng top, birinchi o'rinda plastik xirurgiyada eng topida bu qovoq oldirish operatsiyasi. Har 2-3 odam qildiradi. Birinchi, ikkinchi odam vaqti o'tgandan keyin baram qildiradi. Chunki osiladi va eng yaxshi rezultat beradigan operatsiya ham shu. Ikkinchi o'rinda bu liposaksiya operatsiyasi. Yog' oldirish. Juda dunyo bo'yicha topladi ustida turadi va uchinchisi bu rinoplastika, burun shaklini o'zgartirish. Ayollar ko'proq murojaatmi yoki erkaklarmi? Albatta, lekin tendensiya hozir erkaklarni ko'paytiryapti. Ya'ni 2 yil, 3 yil oldin erkaklarni praktiski ko'rmaganman, hozir juda ko'p. Juda ko'p keladi hozir. Janubiy Koreya amaliyotlarini ko'rdik-ku, mana yaqin Yaponiya, Janubiy Koreyada deyarli 90% erkaklar jarrohlik amaliyotlarini o'tkazar ekan. Bor ekan. Ya'ni yoshroq ko'rinish. Lekin e'tibor berib qarang, haqiqatan ham aktyorlarni mayli qo'yavering. Janubiy Koreyaning aktyorlarini. Oddiy xalqi ham. Misol uchun, biz 50 yashar odamimiz bilan Janubiy Koreyada yashagan 50 yashar odamni qo'ysangiz yo'qmi-yo'q. U bir nechta estetik operatsiyalardan o'tgan. Ikkalasining o'rtasida 20 yosh farq ko'rsatadi kamida. Bu bor ekan, haqiqat ekan. Men ko'rib chiqdim. Koreyada juda ko'p odam qilar ekan. Bizga endi sekin-sekin kirib kelyapti va aholini qaysi qatlamni ko'proq sizga murojaat qilyapti? Erkak ayollar tushundiki, erkaklar sekin-sekin kirib kelyapti. Qaysi qatlam deganda, ya'ni kimlar ular? Davlat ichida ishlaydiganlar yoki shou biznes vakillari yoki bo'lmasam shunchaki boshqa soha odamlari. Yo'q, sohasi aniq emas, farqi yo'q sohani.
aytyapman-ku, plastik xirurgiyada muammosini hal qilish uchun keladi. Ya'ni erkaklar asosan o'sha qovog'ini osilgan bo'lsa keladi. Chunki ko'zni ichiga kirib ketadigan darajada qoshlari tepaga ko'tarilib ketadi. Mana estetika haqida gaplashyapmiz axir. Estetik erkaklar ham kelyapti hozir. Ko'paygan. Da yoshroq ko'rinish xohlaydi tamom. Bo'ldi. Naверное, o'sha aytganingizda hozir tendensiya shunga qarab ketyapti. Hamma yosh ko'rinadi. Bo'lgan shunaqasi. Aytdi, bittasi keyin menejer qayerdadir, kattaroq kompaniyada menejer, yosh kattaroq erkak yuzini torttirdi. Facelifting amaliyotini bajardi. Men o'sha paytda gaplashdim, nima uchun o'zi qildiryapsiz? Erkaklarga o'zi kerak emas operatsiyada, по сути, erkak kishimiz-ku baribir. Yo'q, nima uchun? Men siz bitta narsani tushuntiraman. Erkak kishi yosh ko'rinishi ne обязательно. Erkak kishi boshqa narsa bo'lishi, erkaklik bo'lishi kerak erkak kishi. U men so'raganda u aytdi menga. Mendan yosh kadrlar meni ishimni olib qo'ymasligi uchun men yoshroq ko'rinishim kerak edi. Men переговорlarga borganimda menga ishonchi bo'lishi kerak odamlarga deyapti. Chiroyli ko'rinishim kerak deyapti. Shuning uchun qildiryapman bu operatsiyani. Ahror, mana qarangda, hozir siz o'zingizni sohangiz bo'yicha murojaat qilayotgan odamni konsultatsiyani o'tkazayotgan vaqtda, ya'ni o'sha operatsiya oldi konsultatsiyalarda va hokazolarda birinchi murojaatlarda ikkilamchi fikr bo'lib qolyapti-da. Ya'ni erkakga nimaga kerak? Men birinchi marta eshityapman plastik jarrohdan erkak uchun nimaga kerak degan savol. O'zi umuman bu savolni nima uchun berasiz? Ya'ni qo'pol qilib aytganda, pulini olib operatsiya qilganimiz yaxshi emasmi? Birinchi o'rinda Gippokrat qasamini ichmagan bo'lsak-da, biz odammiz, o'zi tushunishimiz kerak. Agar savol tursa, operatsiya qilish yoki operatsiya qilmaslik. Men faqat qilmaslikni aytaman. Agar pasiyentim keldi, yuzlari shishib yotibdi. Ko'zim tagi shishgan, operatsiya qilib bering. Boring, sushka qiling. Tuzni kamaytirasiz ratsioningizdan, suvni kamroq ichasiz, 1 oy davomida ertalab chiqib yarim soat yugurasiz yoki yurasiz, keyin ko'ramiz. Asovga ketishi mumkin o'shanda operatsiyasiz. Ana shunday. To есть operatsiya qildirmagan ma'qul. Agar ras situatsiya bo'lsa, mana shunaqa. Erkak kishiga ham xuddi shunday deyman. Shunaqa deb aytdingiz. Endi bir qiziq joyi bor-da bu masalada. Bizda plastik jarrohlik amaliyotlari mana o'sha Yujniy Koreyaga nisbatan O'zbekistonning hududida kimdir ayollar mayli, xo'p, ayollar ancha yillardan beri qildirib kelishyapti. Erkak kishi yuzini torttiribdi. Endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, labini shirayotganlar ham bor. Erkaklarning ichida bormi? Bor. Eshitamiz. Bor. U narsani ko'ryapmiz. Yuziga qanaqadir bir qo'shimchalar qilayotganlar, podborodokka yo'qotayotganlar bor, to'g'rimi? Bor. Balki sizga murojaat qilmagandir, lekin buni rad qila olmaysiz. Bor. Endi qachon deb o'ylaysiz odamlar massiviy qabul qilishni boshlar ekan Yujniy Koreyaga o'xshab? Mana Yujniy Koreyada bu естественный holat. Xuddi doktor prosta konsultatsiyasiga kirib chiqqandek, stomatologga kirib chiqqandek his qilishar ekan o'zbekiston. Bizda qancha vaqt kerak yana mana shu boya aytganingizdek tendensiyaga aylanib boryapti deyapsiz. Erkaklarni qabul qilishi, ya'ni xalq erkaklarda ham plastik jarrohlik qilib yuzini torttirishini oddiy holat. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, shunaqa holat bir kuzatildi-da, sartaroshlarda sochini xinaga bo'yatadigan erkaklar paydo bo'ldi. O'zi asli xina suv o'tkazadi, tahorat o'tkazadi, mumkin oqni boshqani yo'qotish maqsadida, mayli yosharish maqsadida qilib o'rsin. Boshida hech kim qabul qilmadi bu narsani. Sochini erkak kishi ham bo'yatadimi deb. Asta-sekinlik bilan ajinlarni yo'qotadigan erkaklar paydo bo'layotgan bo'lsa, bu ham qanchadir vaqt o'tib oddiy narsaga aylanishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ya'ni sizga ish ko'payadi. Bu narsaga aylanmasa kerak. Bunaqa tendensiya bo'lmasa kerak. Erkaklarda demoqchiman. Ayollarniki ko'payadi bari. Erkaklarda aylanmasa kerak. Men aylanishni ham xohlamayman. Chunki erkak kishi erkaklikcha qolish kerak. Tamam. Bo'ldi. Haligi o'zimizni Jaydar gapda aytganda erkak kishi erkakning baribir chertalari bo'lishi kerak, shart emas. Qizlarning holatiga kelib qolishi yoki bo'lmasa juda ham neznilashib ketdi, shart emas. Bu men aytmayman bu fikrni, plastik jarrohni eshityapsizlar va plastik jarrohlar sizlar aytganingizdek, sizlar o'ylaganinglardek pulingizni olib любой operatsiyani qilaveradigan darajada vijdonsiz emas. Shuni ham hisobga olishinglarni so'rardik. Endi kasalliklar va sizga murojaatlar, kasalliklar demaylik, muammolar haqida va sizning asosiy amaliyotingiz haqida gaplashamiz. Birin-ketin plastik jarrohlik deganda nimani tushunishimiz kerak? Qisqa. Plastik jarrohlik bu sizni husningizdagi, tanangizdagi
estetik, ko'rinadigan muammoni hal qiladigan xirurgiya yo'nalishi. Ya'ni asosiysi estetik jihatdan yondashuv. Estetik jihatdan estetik. bo'ldi. Faqatgina estetik jihatdan. Plastik jarrohga, ya'ni qaysi holatlarda murojaat qilgan ma'qul? Sanab o'tganingizdan yana bir marta sanab o'tishingizni so'radim, chunki biz yana qisqartirib qo'yamiz-da bu kadrlarni. Xo'p, plastik jarrohlikka o'sha yosh o'tgandan keyin gravitatsiyani hisobiga, terida kollagenni pasayganligini hisobiga osilishlar, ajinlar, yog' qatlamini lavushkalar deydi. Shunaqa joylarda yog'lar yig'ilishi yoki qaytarib bo'lmaydigan, masalan, tug'ruqdan keyingi holatlarda figurani qaytarish uchun qilsa bo'ladi. Bo'ladigan operatsiyalar. Xo'p, eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha nima? Plastik jarrohlar haqida? Plastik xirurgiya hamma muammolarimni hal qilib beradi degan. Zo'r, yashang. Haqiqatda shunaqa fikr bor ekan odamlarda. Bor. Endi ko'pchilik reklamaga uchadi. Mana aynan reklamam emas, chunki men iloji boricha haqiqatni qo'yaman. Lekin ko'pchilik hozir особенно kosmetologlar juda rivojlanib ketgan. Ular ham xirurgiya qilib yotibdi. Kestirib, qilgan ishini qildirib, keyin bizga осложнение bo'lib keladi, asorat bo'ladi. Tushunarli. Rinoplastikadan keyin o'zim rinoplastika ko'proq uchraydigan amaliyotlardan bittasi. Asosan rinoplastikadan keyin qay darajada natija kutsa bo'ladi, ya'ni qanchalik yaxshi rezultat beradi deb o'ylaysiz? Rinoplastika plastik xirurgiyada eng chiroyli va eng murakkab operatsiyalardan bittasi. Rinoplastika hozir shunchalik rivojlanganki, patsientni xohlagan burnini qilaversa bo'ladi. Albatta o'zini konstitutsiyasidan kelib chiqqan holatda, ya'ni suzilishiga qarab o'ziga yarashadigan. Chiroyli rezultat qilib bersa bo'ladi. Juda chiroyli operatsiya, menga yoqadi. Murakkabmi? Murakkab. Eng murakkab operatsiyalardan bittasi. Top birinchisi. Necha yoshdan sizga murojaat qilish mumkin rinoplastika masalasida? Rinoplastikada 18 yoshdan o'rtacha. Tushunarli. Xo'p. Blefaroplastika haqida ham gapirdik yuqorida. Qovoqlarni, ya'ni haddan tashqari yiriklik. Bu sabab nima bunga? Gravitatsiya. Gravitatsiya? Da. Oddiyroq tilda tushuntirib bering, chunki bizning kuzatuvchilarimiz oddiy jadara xalq. Gravitatsiyani men tushundim siz nima demoqchiligingizni, shifokor tilidan tushunsin. Xo'p, biz tug'ildik. Tug'ilganimizda bizning qoshlarimiz va peshonamiz boshqa joyda joylashgan bo'ladi. Yosh o'tgan sari terimiz elastikligi pasayadi. Ya'ni ma'lum bir xususiyatlari pasayadi. O'shani hisobiga gravitatsiya, ya'ni yerning tortish kuchini hisobiga qoshimiz, peshonamiz pastga tushib keladi. O'shani hisobiga qovoq osiladi. Va endi grijalar ham bor, yog'lar. Ular endi to'planmalar o'rtib chiqadi. Ko'zimiz atrofida bo'ladigan narsa. Yuz liftingi haqida gaplashamiz. Lifting o'sha tortish-a? Da. Xuddi shunday, u ham gravitatsiya hisobiga yuzimiz osilishni boshlaydi. Uni ham facelifting, yuz liftingi operatsiyasi qilinadi o'sha. Qaysi yoshda murojaat qilgan ma'qul? Agar ehtiyoj bo'lmasa, yo ikkilamchi ehtiyoj bo'lsa. Birlamchi ehtiyoj boya aytganimizdek o'zi tabiiy tug'ruq paytida yoki umuman bola tug'ilgandan keyin paydo bo'lgan turli xil deformatsiyalar va hokazolar bo'lishi mumkin. Uni zudlik bilan qilish kerak bo'lgan ayrim operatsiyalar bor. Yoshligini o'zida qildirib olsa, keyinchalik hayotiga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin qovoq osilishi boshladi, yuzga ajin tushishi boshladi. Lekin shu jarrohlik amaliyotini qilmoqchi patsient qachon siz oldingizga kelish kerak, necha yoshdan keyin kelish kerak va nima talchok bo'lish kerak uni siz oldingizga olib kelish uchun? Talchok. То есть patsientni boshqachasiga tushuntiraman. Patsientlar hozir 18 yoshdan keladi. Yuzimni torttirmoqchiman deydi. Nima uchun? Mana bu yerda nasogubkam turibdi deydi. O'shani tortib bering. Mana tortsa bo'ladi-ku deydi. O'shan holatda patsientga to'g'ri tushuncha beriladi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda muammo yo'q. Bu yerda faqat psixologik holat patsientda. Psixologik holatni to'g'irlasangiz, patsientga operatsiya ham kerak emas. Lekin o'zi ayollarda menstruatsiya debman. Klimaks davridan keyin
gormonal perestroyka bo'ladi. O'sha vaqtda teri polniy osiladi. O'sha vaqtlar qildirgan ma'qul. O'zi umuman tabiiy chiqishi qanchalik? O'zi umuman plastik xirurglarni oldiga qo'ygan maqsadi tabiiylik ekanda, iloji boricha men o'qib chiqdim ma'lumotlarni. Shunaqa? Qancha tabiiy chiqsa, shuncha masterstvasi yuqori hisoblanar ekan u xirurg. To'g'rimi? Bunday. Keyin biz kerilib gapiramiz. Kerilib bo'ldi. Zo'r chiqdi, xuddi o'zidek chiqdi. Savolim shundan iborat ediki, necha foiz ishonsa bo'ladi tabiiy chiqishiga? 100% Hozir yo'q, siz aytasiz, hozir xirurgga mahoratiga bog'liq. Unaqa gap kutmayman sizdan. To'g'ri bajarilgan plastik operatsiyada 100% tabiiylik saqlanadi. Noto'g'ri operatsiyalar ham bor. Juda ko'p. O noto'g'ri operatsiyalar haqida hozir gaplashamiz. Juda katta mavzu bor sizga. Endi to'g'ri protokol bo'yicha, insofi bo'yicha qilingan operatsiyalar yaxshi 100%. Ya'ni mas'uliyatni his qilib qilingan operatsiya. Endi plastik jarrohlarda ko'ra bila olish kerak. Estetik взгляд bo'lishi kerak-da. Estetik ko'rinishmi nima? Estetik взгляд. То есть patsientni ko'ra bila olish kerak. Operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin qanday bo'ladi? 1 oydan keyin qanday bo'ladi? 3 oydan keyin qanday bo'ladi? O'shanaqa bir ko'ra bila olish kerak oldindan. Uning uchun ko'proq opit bo'lish kerak. Ko'proq operatsiya qilgan bo'lish kerak. Ya'ni sizga kelgan patsientni holatini ko'rib turib, hozir operatsiyadan keyin qay holatda chiqadi? Tasavvur, birinchi tasavvur. 3 oydan keyin qanaqa bo'ladi? 1 yildan keyin, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin qanaqa holatda? Nima uchun bu narsani aytyapman? Tabiiylik. Faceliftingdan, o'sha yuz tortish amaliyotidan keyin ko'pchilik aytadi, peritsinuli, juda ham tortib yuboribsiz. Men tortib yuborishim kerak, chunki любой narsani terini tortdingizki, u cho'ziladi ozgina. Ichkaridan mushaklarni ham tortyapman, ular cho'ziladi. Cho'zilishini hisobga olgan holatda sal ko'proq tortaman. Keyin qo'yib yuborib, естественно rezultat. O'zi sekin-sekin tiklanadi. После operatsiyadan keyingi periodda asta-sekinlik bilan tiklanishni boshlaydi. Yaxshi. Bitta insonga bir vaqtda bir necha turdagi estetik operatsiyalarni qilish mumkinmi? Bitta amaliyotda. Biz tushunishimiz kerakki, plastik operatsiyalar bu planoviy operatsiyalar. Bu ekstremniy emas. Bu hayotga xavf soladigan muammoni hal qilishga qaratilgan operatsiya emas. Iloji boricha alohida qilgan ma'qul. Lekin og'irlik darajasi, qiyinlik darajasiga qarab bir ikkita operatsiyalarda bir-biriga qo'shishimiz mumkin. Ya'ni qovoq olish bilan yuz tortish. Ko'krak bilan qo'llarda liposaksiyasi yoki tanani liposaksiyasi. Nima qila olmaymiz? Qorinni oldirish operatsiyasi bilan ko'krakni qilish juda bir vaqtda qilish sal riskovan. Mumkin emas. Asoratlar bo'lishi mumkin. Boya liposaksiya haqida ko'rsatuvdan oldin meni xonamda gaplashganimizda siz meni qaytardingiz. Kerak emas dedingiz. Erkak kishiga kerak emas dedingiz. Nimalarga ham, tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsin. Menga aytgan gapingiz tomoshabinga ham kerak gapda. Nima uchun liposaksiya amaliyoti erkaklarga kerak emas deb hisoblaysiz? Erkak kishida testosteron bor. Bu zo'r жиросжигатель. Ya'ni sizda agar yog' yig'ilayotgan bo'lsa, erkak kishida qorningizda, bu juda katta звоночек deydi-ku. Ya'ni sizda liposaksiyadan tashqari katta muammolar bor. Ya'ni gormonal уровень tekshirish kerak. Nima uchun? Qorningiz chiqib ketyapti. Testosteronni tekshiramiz, gormonni joyiga qaytaramiz, sport bilan shug'ullanamiz, yog'ingiz o'zidan-o'zi yo'qib ketadi. Mayli, erkak kishiga endi biz plastik jarroh sifatida men liposaksiya qilib berdim. Kim garantiya beradi, что ertaga chiqmaydi? Yana yog' yig'iladi. Yog' o'suvchan bo'ladi va qaytalanadi. Yig'iladi. Bu muammoni hal qilmaydi. Keyin qorindagi yog'ni juda ko'p yog'ni liposaksiya qilib просто tak olib tashlab bo'lmaydi. Agar teri ko'p bo'lsa, teri osilib qoladi. U holatda kesib olishga to'g'ri keladi teri. Keyin uni bitishi bor. Yo'q, yaxshi bitadi. Yaxshi bitadimi? Liposaksiya va liposkulptura haqida. Liposaksiya bu yog'larni so'rib olish, liposkulptura bu tanani o'sha yog' bilan sculpting, chiroyli qilib berish, formasini chiqarish. Ya'ni nafaqat yog'ni so'rib olishimiz mumkin.
yog'ni qo'yishimiz ham mumkin. Qorin va Dumba qismiga. dumba qismiga atab qo'yiladi. Hozir yangi chetda chiqyapti. Mushaklarning ichiga ham qilishyapti. Qorin bo'shlig'ining to'g'ri mushaklar preslar chizilyapti, preslar qilinyapti. Sizlar ham qilasizlar. Yo'q, sal erkaklarga qilinadi press. Yo'q, tushunarli. Bizga juda kam keladi erkaklar liposaksiya press qilib bering deb. Yaqin 5 yilda balki qilib qolarsiz. Shuga Yo'q, bor. Bormi? O'zim bir 4tasi, 5tasiga guvoh bo'lgan. Ya qanchalik естественный chiqyapti bu presslar? Xo'p, mushakni ichiga qilinsa 100% естественный chiqadi o'ziniki. Zalga borish shart emas ekanda. Hali gapga aylanib qolyapti yana. Estetikani orqasidan yugurib, o'zimiz sog'lig'imizni yo'qotib qo'ymasak bo'ladi. To'g'ri. Bu ham to'g'ri. Kimga kerak bu press sizdan boshqa? Tug'ruqdan keyingi mana ko'p savollar tug'ruq protsesslarida va tug'ruqdan keyingi protsesslardagi o'zgarishlar plastik jarrohlikning qaysi amaliyotlarini talab qiladi? Ko'pincha nima bilan murojaat qilishadi tug'ruqdan keyin sizga? Tug'ruqdan keyin asosiy muammo bu diastaz deyiladi. Diastaz bu qorin to'g'ri mushaklarining ochilishi. Qanchalik sportga bormasin, qanchalik pressgacha chiqmasin, qanchalik ozmasin, u qorin ichkariga qaytib kirmaydi. Nimaga? Chunki o'sha presslar, kubiklar turadi, o'rtasi ochiladi. Uni abdominoplastika degan operatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni u mushaklarda tikamiz, diastazlarni va ortiqcha terini olib tashlaymiz. O'sha abdominoplastika deyiladi. Asosan o'sha tug'ruqlardan keyin. Keyin o'sha ko'kraklar osilishi ayollarda, podtяжка, shunaqa operatsiyalar. Tushunarli. O'zi umuman ayollar tug'ruq yoshidagi, tug'ruqdan keyingi protsesslardagi ayollar javnaqa ko'p bo'lmasa kerak, ya'ni. Bizda ko'pmi? Eng 90% tug'ruqdan keyingi holatlar. 90%. Mamoplastika haqida gapirdingiz hozir. Tayyorgarlik qanaqa uzoq kechadi mamoplastika? Maksimal qisqa. Ya'ni eng xirurgiyaga tayyorgarliklarning ichida eng qisqasi. Ya'ni unchalik qo'rqadigan operatsiya emas. Yaxshi qilsa bo'ladi. Planoviy operatsiya. Pasient sog'lom bo'lsa bo'ladi. Planoviy operatsiya, pasient sog'lom bo'lsa bo'ldi. Oldin tekshiruv amaliyotlari barib qilinadi, tekshiriladi. Hamma tomonlar standart tekshiruvlardan o'tkaziladi va tayyor bo'lsangiz bemalol murojaat qilib qildirishingiz mumkin. Endi bu haqda bizni qarashlarimiz ikki xil. Men nima demoqchiman? Boshida aytganimdek liposaksiyaga tayyorlanish kerak. Ozish kerak, maksimal oz olgancha ozsin, sportga borganicha borsin da jirovoy lavушкаларда yog' qolib ketdi, ololmadi, ketqiza olmadi sport bilan. Oldinda kengaygan diastaz mushaklarni qaytara olmadi joyiga, ularni keyin men hal qilib beraman. Osilgan ko'krakni patsientni o'zi hech qanaqasiga to'g'rilay olmaydi. Shuning uchun eng minimal qisqa vaqtda menga keldi, muammo bor ekan, tamom hal qilib beraman. Tekshiruvlardan operatsiya, uyga javob. Mana shunaqa eng qisqa demoqchiman. Tushunarli. Implantlar mavzusi. Qayerga implant qo'yasizlar? Xohlagan joyingizga. Xohlagan joyingizga. Qayerga qo'yiladi implantlar? Ko'proq statistikangiz bo'yicha mana o'zingizga baribir statistika bo'ladi. Eng ko'proq implant. Yanachi? Dumba sohasiga qo'yilishi ham mumkin. Dumba sohasiga qo'yiladi. Men qarshiman bunga ozgina. Mushaklarga, ikranojniy mushaklarga qo'yiladi. Jag'ga ugullarni chiqarish uchun oldiga qo'yiladi, skullarni chiqarish uchun qo'yiladi. Xohlagan joyga. Rekonstruksiyalarda qilinadi. Ya'ni jag'ini bir tarafi bo'lmasa o'sha yerga qo'yiladi. Travmalardan keyin. Albatta. Implantlar qanchalik xavfsiz? Men ko'p mayli boshqa implantlarni qo'ying, ko'proq sizga tushadigan o'sha ko'krakga qo'yiladigan implantlar. Qanchalik xavfli yoki qanchalik xavfsiz, nima deb o'ylaysiz? Kim kafolat beradi ertaga uni orqasidan katta muammo chiqmasligi? Implantlarda kompaniyalar, firmalari bor.
O'zbekistonga ofitsialni kiradi ular. Ular implant bilan ancha yillardan beri shug'ullanib kelishadi. Chiqarish, ishlab chiqarish bo'yicha. Hozirgi implantlar juda biodostupniy, ya'ni inert. Organizmga kirgandan keyin organizm reaksiyasi bilan o'lchanadi. Organizm отторжение qiladimi implantni yoki yo'q? E'tibor qilgan bo'lsangiz, hozir tishlarga ko'p implant qo'ydiradi. Отторжение berishi mumkin. O'sha biodostupность. Qanchalik organizm qabul qiladi. Bu implantlar ham xuddi shunga orientirovkasi bor. Ko'krak implantlari hozir 99% безопасный hisoblanadi. Lekin bir narsani aytish kerakki, ular butun umrga emas. Qanchaga? Holatlardan kelib chiqadi. Implant atrofida kapsula hosil qiladi. Organizm implantni o'rab oladi. O'sha kapsula qanchalik qattiqligiga bog'liq. Keyin implantni joylashuviga bog'liq. Endi baribir o'rtacha bir 15-20 yil bo'lsa kerak. 15 yil 20 yil ancha. Ancha. Sezuvchanlik qanchalik qoladi? Xo'p. Va sut bezlari zarar ko'radimi, yo'qmi? Yo'q, zarar ko'rmaydi. Agar увеличение bo'lsa, kattartirish, ko'krakni kattartirish bo'lsa, sut bilan emizdirsa ham bo'ladi. Mushak tagiga qo'yiladi, chunki implant umuman muammosi yo'q. Sezuvchanligi ham buzilmaydi. Lekin agar ko'krakni xuddi boyagida aytganimdek, osilgan ko'kraklar bo'lishi mumkin. Ularni ko'taramiz. T-образный подтяжка deydi. Ularda sut o'zi sut bera olmaydi. Kichraytirish, xuddi shunday katta ko'krakni kichraytirishda ham sut bezi ishlamaydi. Sezuvchanlik masalasi-chi? Sezuvchanlik masalasi ham u yerda 80 ga 20, 80% qaytishi mumkin. Qaytmasligi ham mumkin. Qaytmasligi ham. Xo'p, jarohat va chandiqlarni butunlay yo'qotish mumkinmi? Yo'q. Yo'q? Yo'q. Endi yo'q. Jarohat chandiqni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Sabab? Terini kesdik. Terini kesganimizda bizning vazifamiz teriga juda chiroyli ingichka qilib olib kelish. Ingichka qilib olib kelib tikdim. Baribir ham o'rtasida biriktiruvchi to'qima hosil bo'ladi. Ya'ni terimizga rang beradigan melanosit hujayrasi bu yerda yo'q. Va ingichka o'sha yerda oqarib chandiq bo'ladi. Katta chandiq, keng chandiq emas, ingichka chandiq. Vaqt o'tgan sari u quyosh ta'sirida asta-sekin terining rangiga kirishi mumkin. Bilinmaydigan darajada, lekin baribir ham ko'rinib turadi. Chandiq turibdi. Yaxshilab qarasangiz ko'rinadi. 100% terini o'zidek qilib bo'lmaydi baribir. Tushunarli. Onkologiyadan keyingi rekonstruksiya plastika qay darajada ahamiyatli? Juda aktual. Juda ham aktual. Hozir ayollarda sut bezi raki juda ko'payapti. Erta skriningiga qaramasdan. O'sha ayollar одна момент bitta etapning o'zida sut bezini mastektomiya va rekonstruksiyasini bir vaqt o'zida qilishyapti. Olib tashlangan ko'krakni bir vaqt o'zida rekonstruksiya ham qilishyapti. Bu qanchalik yaxshi effekt beryapti? Bu 100% yaxshi effekt beryapti. Chunki endi onkologiya erta aniqlangan bo'lsa va hokazolar, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi darajali mana onkoprotsesslarni bilamiz, ularni metastazi bo'lmasa asosan. Juda yaxshi, chunki patsientlar mastektomiyadan keyin o'sha psixologik holati ham yomonlashadi. Bitta ko'krak albatta. Chunki bu haqda sizdan oldin mammolog vrach keldilar-da. U kishi ham bu haqda juda ko'p gapirdilar. Juda yaxshi mavzu, yaxshi yo'nalish, ya'ni bu chunki baribir psixoemotsional holati bor-da patsientlarning va buni qayta hayotga qaytarish, tiklab berish bu katta. Buni hattoki savobcha ham bo'ladi, chunki u qaytadi hayotga. Chunki onkologiyaning o'zi qo'rqinchli. Tug'ma nuqsonlar. Nima tug'ma nuqsonlar bilan murojaat qilishadi? Xo'p, quyonlar tug'ma nuqsonlar juda ko'p. Zaycha guba deymiz. Zaycha guba, volchya past. O'shanaqa xirurgiyalar. Keyin o'sha boyaga aytganimdek quloq bo'lmasligi, tashqi quloqning bo'lmasligi.
ichkarida quloq funksiyonировать qiladi, lekin tashqarida suprasi bo'lmaydi. Holatga qarab. Holatga. Ichkari quloq rivojlamaganlar ham bor. Ha. Просто tep-tekislar ham bor. O'sha holatlar bor. Keyin barmoqlarda bir-biriga qo'shilib bitishi. Bitishi emas, qo'shilib ketishi barmoqlar. O'sha holatlar bor. Oyoqda, qo'lda bo'ladi. Ortiqcha barmoqlari bor. O'shalarni plastik xirurgiya hal qilib beradi. Yaxshi hal qilib beryapti ya'ni. Da. Rivojlanyapti. Psixologik tiklanishga jarrohlik amaliyotlaridan keyin. O'zi umuman mana bunaqa tanlaylik savolimizni mavzusini. Jarrohlik amaliyotlariga psixologik tayyorgarlik va undan keyingi psixologik tiklanish jarayoni. Psixologik jihatdan qanchalik tayyor bo'lish kerak odam? Va nimalarga tayyor bo'lish kerak? Plastik jarrohi stoliga yotayotganda hozir bitta mavzuga qarab ko'rib ketyapmiz. Jiddiy mavzu. Bu haqda sizni fikringizni eshitamiz. Bilmadim boshqa plastik xirurglarni, lekin menga kelgan patsientlar o'z psixologik tayyor bo'lib keladi. Nimani hisobiga? Ular bitta narsani xohlaydi. Ya'ni tushunchasi bor, mana shunaqa operatsiya qilib berasiz deb keladi. Tamom, endi nimaga? Operatsiyani natijasini ular уже boshida aniq bo'lgan, menga mana shunaqa qilib berasan deb keladi. Mani vazifam plastik xirurg bo'lib tushuntirish. Ularni plankasini tushirish. Boshida aytganimizdek, plastik xirurgiya hamma narsani hal qilib bera olmaydi. Ular o'ylaganchalik. Ya'ni bezrubtsovый, umuman jarohatsiz, bilinmaydigan, вообще o'zimnikida deydigan narsalar bo'lmaydi. Endi baribir patsientlar keladi, masalan, bir xillari bo'ladi, 7-kun men o'zi ishga chiqib ketishim kerak, to'yga chiqib ketishim kerak. Yoki 7-kun rezultat xohlayman. Yo'q. Bitish jarayoni ancha vaqtlar. Bir 3 oyda первичный rezultatni ko'rsak, 6 oyda окончательный rezultatni ko'ramiz. Vaqt kerak ekan. Albatta. Shu patsientni o'sha plankasini tushirish asosiy vazifa. Nozik mavzu. Oxirgi paytdagi mish-mishlar, internet tarmog'idagi voqealarni ko'rib turibsiz o'zingiz. Aynan jarrohlik, plastik jarrohlik stollarida bo'layotgan voqealar. Mayli, keling unga chuqur kirmaymiz, lekin gapirishimiz kerak bu haqda. Xo'p. Bizni operatsiyalarimiz planoviy. Xirurgiya, lekin baribir ham bu xirurgiya risklari bor. Любой xirurgiyada risk bor. Unaqa holatlar bizda bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bizda juda kam bo'ladi. Bizda просто ommaga juda ko'p chiqadi. Juda ko'p ajazaj bo'lib ketib qoladi. Распространяться bo'ladi. Nima uchun? Chunki haqiqatan ham patsient sog'lom olinadi operatsiyaga. Kasal bo'lsa olinmaydi. Shunaqa ikkilamchi kasal bilan siz qilmaysiz operatsiyani. Lekin anesteziologik risklar bor. Ularni hech kim отказ qila olmaydi. Unaqa anesteziologik risk onkologiyada ham bor, urologiyada ham bor, hamma joyda bor. Bizlardan ko'p bo'layotgandir o'shana holatlar ularda. Lekin ularda chiqmaydi. Bunday, chunki ular haqiqatan bemorlar borib, bolnitsada mana shunaqa holat bo'lib qolyapti. Ular bunday ovoza bo'lmaydi. Lekin bizda sog'lom odam borayotgani uchun shunaqa. Tushuntirmoqchiman. Sog'lom kasalligida emas, bu yerda anesteziologik risk bor. Hammada bor. Hech kim ayta olmaydi, menda ertaga bo'lmaydi deb. Hammada bo'ladi bunaqa narsa. Lekin shu ovoza bo'lishiga bog'liq. Ya'ni aytmoqchisizki, sog'lom odam, sog'lom o'z oyog'i bilan yurib keldi, ertalab operatsiyaga kirdi, jarrohlik amaliyotidan keyin jarrohlik stolida vafot etdi, masalan. Xo'p. Ya'ni u sog'lom odam. Shunchaki u plastik jarroh huzuriga keldi va plastik muammosini hal qilish maqsadida keldi. Vafot etdi. U ovozi bo'lib ketadi, lekin bolnitsada yotgan kasal, o'zini ikkilamchi kasal bilan yotgan odamda ham xuddi shu narsa bo'lishi mumkin. Ehtimol bo'lishi mumkin ularda ham, lekin u ovozi bo'lmaydi. Shunaqa? Shunaqa. Hozir aytmoqchiman, anesteziya bilan bog'liq narsa bor. Yaqinda juda taniqli bloger mana shunaqa bo'ldi, o'g'il bola. Zlokачественная gipertermiya. Endi bilganimiz bo'yicha zlokачественная gipertermiya bu
anesteziyani hisobiga bizning organizmimizda shunaqa holat reaksiya bo'ladi. Endi u reaksiyada 99% chetda zarubejningda 99% o'lim bilan o'lim bo'lar ekan. Bitta davosi, bitta dantralen degan dori bizda yo'q. O'zbekiston bo'yicha даже registratsiya qilinmagan, Rossiyadan registratsiya qilinmagan, Amerikada bor. Xo'p. Bizada bo'ldi plastikada. Menga keldi bitta, xudo ko'rsatmasin, bitta shunaqa bo'ldi mana shu. Xudo ko'rsatmasin, chiqishadi. Вот, mana plastikada shunaqa narsa bo'ldi. Lekin o'sha kardioxirurgiyada, kardiologический stolda yurak nuqsoni bilan, serдечник bilan shunaqa holat yuz berdi. U yerda endi o'zi kasalida, yurak kasalida chiqib ketishadi. Lekin bizda sog'lom edi, lekin shunaqa holat bo'ldi deyishadi. Vahmalar ko'rinadi, ya'ni. Allergik reaksiyalar bor. Uyda bo'layotgan allergik reaksiyalar. Bizda bekorga 10 yillab o'qimaymiz-da meditsinani. Juda nyuanslari juda ko'p. Endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Hozir mana vrachchi xatosi bilan va hokazo ana sog'lom odam bordi, 31 yoshlar yigit yotdi, operatsiya bo'ldi, o'ldi deb gapirishadi-yu. Lekin unutmanglar, hech qaysi vrach bugun ishga ketyapman, bitta patsientni o'ldiraman deb bormaydi. Hech kimga kerak emas bu amaliyot. Ya'ni hech kimning maqsadi patsientni hayotiga zomin bo'lish degan narsa yo'q. Hech kim bilmaydi, ya'ni o'sha anesteziya oqibatida nima bo'lishini, organizm qanaqa qabul qilishini, organizm unga qanday javob berishini, aks ta'siri bor yoki yo'qligini oldin aytib bo'lmaydi. To'g'ri aytyapmanmi shu narsani? Demak, bizda nimaga tayyorgarlik kerak? Hozir siz aytib o'tgan dori vositasi balki unga aks ta'sirini yo'qotib berishga birlamchi yordam berish kerak bo'lgan dori vositasi, demak, bizda ehtiyoj bor. Yo, yana bitta narsa-da, Ahror qarang. Bu shu holat bo'yicha-da, bu holat juda kam uchraydi. Ya, Ahror yana bitta holatda diagnostika ham qilinmaydi-da. Ahror, shuni qarang. Bitta savol sizga. O'sha vaziyatda birlamchi yordam berishga plastik jarrohlarni amaliyot o'tkazadigan zallari, protsedura, o'zi umuman jarrohlik amaliyoti bo'ladigan zalda hamma imkoniyatlar bormi? U частный klinikada bo'lsa ham birlamchi yordam berish uchun. Частный klinikada davlatnikiga qaraganda ko'proq bo'ladi. Chunki частный klinikada qilinayotgan operatsiyalar miqdori va summasi boshqacha. Biz o'shanga соответствовать qilishimiz kerak. Texnikalar bo'yicha. Bizni klinikamizda juda bu narsa bilan qattiq. O'sha direktorimiz ham, o'sha direktorimiz kattalarimiz ham shu narsaga juda qattiq e'tibor qilamiz. Reanimatsiya, intensivniy palatalar, o'sha birinchi yordam berish. Biz o'qitilamiz. Plastik jarrohlik bo'lishimga qaramasdan men o'sha allergik reaksiya bo'ladimi, nima bo'ladi, men birinchi yordam berishni bilaman. Ya'ni bu baza. Buni bilmasang operatsiyonga kirmaysan. Yo'q, bu savolni nimaga beryapman? Miflar bor-da, odamlarning gapi bor. Plastik jarrohlarni operatsiyaga kirgan bola uchun yordam berish kerak bo'lgan qo'shimcha vositalari yo'q ekan, operatsiyonist tayyor emas ekan va hokazolar gaplar bo'ladi-da. Частный klinika bo'lgandan keyin bo'lmaydi, конечно, degan gaplar. Yo'q, endi ularning holatida biror narsa kommentariy qila olmayman, chunki bilmaymiz hozir. Bilmaymiz. Asoratlar mavzusida. Ya'ni endi mayli xudo asrasin hech kim ko'rsatmasin o'lim mavzusini. Operatsiyadan keyingi asoratlar. Va boya siz aytib o'tdingiz, kosmetologlar ham qilyapti, ko'pincha deyapsiz, izurozov qilib qo'yishyapti-da ko'pchilik. Bunaqa asoratlar qanchalik ko'p uchraydi? Ya'ni juda ko'p. Yaxshi mutaxassis bo'lmagan odamlar qilyapti-da bu narsani. Hozir O'zbekiston Toshkentda faqat kosmetologlarning ishini to'g'irlash bilan umrimiz o'tib ketib qolyapti. Hozir juda avjiga chiqishdi bu kosmetologlar. Bilmayman, bular qayerdan buncha o'zida kuch topishadi bunaqa narsalar qilishga. Chunki kesish kerak bo'lmagan joyda kesib, qilish kerak bo'lmagan narsani qilyapti. Yuz tortib. Juda chiroyli yuz tortishyaptiki, mana shunday holatlarda mana shuncha chandiq olib tashlashga to'g'ri kelyapti. Keyin u holatda men garantiya bermayman. Buncha chandiq olib tashladingizmi, teri yana qaytib qo'yib yuborishi mumkin. Albatta unchalik emas, lekin nima uchun kosmetologga boryapti kasallar? Narx. Birinchi o'rinda narx. Endi ko'pchilik savol beradi, mana bu yerda mana buncha narxga qilar ekan, siz buncha deyapsiz. Bizning klinikamizda sterillikka qaratilgan sa'y-harakatlar
juda qimmatga tushadi. Mhm. Ya'ni sterilizatsiya qiladigan odam, apparatlari, ularni nazorat qiladigan odam, ularni bir-biriga joy-joyiga qo'yadigan odam hammasi oylik oladi va hammasi sotib olinadi. Kosmetolog manikyurniy nojnitsada operatsiya qilib yotibdi kushetkada ustida. Ну, конечно, u mendan ko'p pul topadi. Men aniq bilaman, kosmetologlar mendan ko'p pul topadi. O'sha operatsiyalarni qilib. Chunki ko'plar o'ylaydi, men hamma pulni o'zim kissasiga yo'q. Unaqa emas. Masalan, o'zimiz rasxodlarimiz juda ko'p. Kosmetologlar bizdan ko'p pul topadi. Shuning uchun narx uchun boradi. Yo'q, asoratlarchi. Dahshatli asoratlarni ko'ramizda. Asoratlar juda ko'p Mana misol uchun mimika yo'qolib qolganlarni ko'ryapmiz. bo'ladi. Haddan tashqari lav shishirib yuborilgan. Endi Yuz. kosmetologiya, plastik xirurgiya bilan qarama-qarshi narsa emas. Ular birga yuradigan narsada. Biz ular narsasiga qo'shilmaymiz, ular bizning narsasimizga qo'shilmaydi. Masalan, yuz tortish amaliyotidan keyin bizga juda ulajnayshi narsalar kerak yuzga. Mezoterapiya qilinadi, liftinglar qilinadi. O'sha vaqtda operatsiyadan keyin kosmetologimiz bor, kosmetologga aytamiz, sana birga ukol qilasan, mezoterapiya qilasan, qaraysan, ulajnayni qilib turasan, yaxshi bitishi uchun. Va birga tandemda ketamiz kasallik reabilitatsiyasida. Lekin asorat qilib qo'yadigan kosmetologlar juda ko'p. Va juda ko'p o'limlardan kosmetologlar sababchi bo'lyapti. Shunaqa. Lekin ular nimagadir mavzu bo'lib chiqmaydi. Mavzu doim plastik jarrohlarga borib taqaladi. Ha, juda ko'p savol beraman shuni. Nega shunaqa? Savollarni beraman. Patsientlarga nima uchun kosmetologda, no to есть oxirgacha bormading? Nimaga mana pul berding? Hay, kamroq berding, yuzingni torttirding, 3 oydan keyin yuzing nafaqat joyiga kelib qoldi, chandiq kengayib ketib qoldi. Nima uchun indamading? Doktor, men indamadim, u qildi, qochib yurdi, javob berdi, kutish kerak dedi, qaytib qilib beraman dedi. Keyin bilasizmi? Odamlar oxirgacha bormaydi. Oxirgacha borish kerak-da, kosmetolog как minimum ish qilmay qo'yish kerak. Ya'ni u yo'ldan qaytarish kerak uni, nimadir qilib bo'lsa ham. Tushunarli. Lekin juda ko'p gapiryapmiz oxirgi yillar, lekin birontasi ishini tugatgani yo'q. Hammasi qilyaptilar. Mayli. Bizning xalqimiz bitta gap borda, karvon ko'p rizqi boshqa deb o'z holiga tashab qo'yishadi. Lekin bu rizq, karvon masalasi tibbiyotda kechirasizlar, u katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Plastik jarrohlarda qanday yangi texnologiyalar qo'llanilyapti? Siz 6 yildan beri yilma-yil o'sib borayotgan texnologiyalar haqida gapirmaylik mana. O'zingiz opusingizdan kelib chiqib. Xo'p, hozir o'sha lipoaspiratsiya, yog'ni so'rish bo'yicha juda katta yangi. Yo'g'ida yaqin 2 yilda kirib keldi shu narsa. Tak, bor edi. O'zbekistonga yaqinda kirib keldi. 2 yil. O'z takomillashyapti. Har yili yangi narsa chiqyapti. Oldin faqat kuch bilan, atsos bilan liposaksiya qilib olingan bo'lsa, hozir ultrazvukovoy liposaksiya qilinyapti. Ya'ni reabilitatsiyani qisqartiradi. Faqat yog'ni o'zini so'rib olamiz, tamom. Boshqa narsalarga shikast yetmaydi. Wazer degan apparat bor, juda qimmat, $150,000 turadi. O'sha apparatda qilinadi. Qilyapmiz hozir bizga olingan. Sizlarda bor ya'ni. Bor. Juda klinikada 2-3 ta joyda bor, tamom. Yanachi? Xo'p, yana texnika. Operatsiya texnikasida nafaqat texnika deganimda bir apparat emas. Operatsiyani metodi. Qanday qilsak, bo'lay tabiiy, chiroyli rezultat olamiz. Shu texnikalar o'zgaryapti. O'zi plastik jarrohlik yil sayin takomillashib boradigan soha va trendlarga qarab, ya'ni dunyoda go'zallik etalonlari bo'lar ekanda. Shunday. Adashmayotgan bo'lsam. Men unaqa narsaga qiziqmasdim, lekin mana endi siz bilan suhbatga tayyorgarlik ko'rish uchun majbur bo'ldik. Go'zallik etalonlari bo'lar ekan va har yili yangi yuz chertalari trendga chiqar ekan. Va shu yerda уже dunyodagi plastik xirurglar shu yo'nalishdan qilishni boshlayar ekan. Bu haqiqatmi? Endi bizda balki qiyindir bu narsa. Mana Gollivud aktrisalarini yuzi deyarli bir xildek hammasiniki.
Chirtalari. deyarli bir xil. To'g'ri-da, ha? Bor Deyarli. gap, ha. Lekin Xitoy oldinga qarab ketyapti. Aha. E'tibor qilgan bo'lsangiz, quloqni shampon quloq qilishyapti. Ha, bu Spesialni qilishyapti. qilinyapti. Ko'zlarini Barbie qilyapti, kattartiryapti ya'ni ochilishini. Burunlarini juda kukulniy nosik qilishyapti. Oldinga ko'tarib. U Xitoyga bog'liq. Bizga to'g'ri kelmaydi u narsa. Bizani xirurgiya bilan Turkiyani xirurgiyasi boshqacha. Xitoyniki boshqacha, Rossiyaniki boshqacha. Bar mentalitetidan kelib chiqarganda baribir. Dunyo qarashidan. Bizaniki shu Rossiyaga yaqinroq. Rossiyada tabiiylikka ko'proq urg'u beradi. Endi axir bitta nozik savol. Agar o'sha Xitoydagi qilinayotgan amaliyotlarga talab tushib qolsa, siz qilib beraverasizmi? Quloqni shalpon quloq qilish, burnini Barbie burun qilish, ko'zini kattalashtirish. Bu talab bo'lib qoldi sizga. Endi patsient keldi, klient ham juda qo'pol chiqadi. Patsient keldi, shuni talab qilyapti sizdan. Siz qilib qo'yishingiz kerak deyapti. Men siz oldingizga ishonib keldim. Siz qilishingiz kerak. Menga aytishdi, siz qilasiz. Yoki bo'lmasam sizdan umidim katta, shu ishni qilib bering. Qilib berasizmi? Xo'p, bu savolingizga javob berishdan oldin men yana bitta narsani qaytarib o'tmoqchiman. Plastik xirurgiya bu faqat estetikani to'g'rilaydigan narsa emas. Chuqurroq kirish kerak bu narsaga. Patsient nima uchun qildirmoqchi bu narsani tushunish kerak. Ya'ni agar patsientda o'sha narsa unga psixologik razgruskani bersa qilish kerak. U chunki hozir siz qilib bermayman deb jo'nataverasiz. Bitta kosmetolog topiladi, $20 man senga qilib beraman degan. Ha, topiladi, albatta. Yoki to'g'ri tushuncha berish. Mendan ketgan bir juda ko'p patsientga отказ qilaman. Men chiroyli, haqiqatan plastik xirurgdan eshitish, ya'ni men chiroyli ekanman haqiqatan deb ketadigan odamlar qildirmaydi boshqa odamlar. Yo'q, bu boya birinchi ko'rishgan paytimizda yoshingizga nisbatan yosh ko'rinar ekansiz, u plastik jarrohdan bilasizmi qanaqa gap u? Ha, xuddi shunday. Chunki bu sohasini mutaxassisi. Agar plastik jarroh sizni qaytarayotgan bo'lsa, bu narsadan qayting, to'g'rimi? Chunki agar sizda haqiqatda muammoni ko'rsa qiladi. Keyin shunaqa boshqa plastik xirurglar menda. Men birinchi отказ qilib ko'raman patsientga. Shunaqa ham chiroyli-ku, nima qilasiz deyman. Liposaksiyani boshqatdan gaplashar ekanmiz, deyapsiz. Yo'q, liposaksiya emas, yo'q. Yuzda bo'layotgan. Yuzda bo'layotgan muammo. Liposaksiyada sal qiyinroq. Yuzda bo'layotgan muammolar. Yaxshi-ku, nima qilasiz. Agar haqiqatan muammosi, ichidagi muammosi bor odam bo'lsa, yo'q, to'xtang doktor, u bo'lmaydi-yu, buni qilib berish kerak deydi. Agar uni ikkilanayotgan bo'lsa, yo'q, chiroylimi ekan deb ketib qildirmaydi o'sha. Ha, psixologiyasini kuzatar ekansiz-ku, avvalo. Shunaqa ulug'ga bor. Sun'iy intellekt hozir hamma sohaga kirib kelyapti. Va 3D modellash. Sizlarda ham qo'llaniladimi? Yo'q. Sun'iy intellektdan foydalanmaysiz. Yo'q. Oldindan modellashtirishdan ham foydalanmaysiz. Ya'ni misol uchun deylik, meni misolimda aytamiz. Men yuzimni sal boshqacharoq qilmoqchiman. Siz oldingizga keldim. Ahror, men yuzimni mana bunaqa qilmoqchiman. O'shani modellashtirib kompyuterda shu variantni taqdim qila olasizmi? Mana bunaqa bo'lasiz operatsiyadan keyin. Yo'q. 100% mana shunaqa bo'lasini ko'rsata olmayman. Primerni bir mana shunga o'xshash bo'lishingiz mumkin deb ko'rsatishim mumkin. Chunki aytganimdek, kompyuterda to'g'rilab bo'lmaydi. Baram organizm boshqacha. Va kompyuterda ko'rgan narsani odamda qilib bo'lmaydi. Yo'q. Tushunarli. Operatsiya qilishni rad etadigan holatlaringiz haqida gaplashdik. Bo'lgan ekan, aytib berdingiz, juda ham ko'p bo'lgan ekan. Endi ijtimoiy tarmoqlar mavzusi. Mana o'zingiz ham blog yurg'izasiz. O'sha ishxonangizlarni, ya'ni sizlarning klinikangizlarning o'zini blogi bor. Odamlarga massiviy bu narsani reklama qilishdan maqsad nima? Xo'p. Plastik xirurgiyani siz o'ylaganchalik, siz o'ylagandan ham ko'proq ayollar, bunaqa muammoli ayollar juda ko'p. Siz o'ylaganingizdan ham. U ayollarga haqiqatan bu yordam. Plastik xirurgiya
odamni hayot tarzini o'zgartirib yuborganlarni bilaman operatsiyadan keyin. Ko'pchilik aytadi shu turmushi bo'lmabdi. Ya'ni o'sha semirib ketibdi, bataribdi. Eri zagulyal. Yurib ketgan boshqasi bilan. Ko'pchilik aytadi, o'zgartirding nima? U qaytib qolarmidi? Ketgan baram ketadi. Lekin shu ko'pchilik holatlarda yordam beradi shu narsa. Ko'pchilikni taqdirini o'zgartirib yuborgan plastik xirurgiya. O'shaning uchun hozir aktuallashib boryapti. Lekin bu biz faqat bizga ham bog'liq emas. Bo'ldi, O'zbekistonda rivojlanadigan narsa. Ketdi, buni to'xtatib bo'lmaydi. Agar biz qilmasak, kosmetolog qiladi. Shuning uchun demak, professionallar qilish kerak o'zini ishini, mutaxassislar. Endi hozir miflar haqida gaplashamiz. Mif emas, endi balki noto'g'ri, balki rivojlanib borayotgan zamonda internet tarmog'i orqali insonlarning ongiga turli xil narsalarni kirgizish. Mana yaqinda ko'rdik, bemalol jinsiy a'zoni, erkaklarning jinsiy a'zosini kattalashtirish, qalinlashtirish mavzusida reklamalar qilishyapti-da. Uni asoratlari haqida hech kim gapirmaydi, qizig'i. Reklama qilyapti. Mana akamizni hozir operatsiyaga olib kirib ketyapmiz. Endi yuzini ko'rsatmagan, естественно. Akamizni operatsiyaga olib kirib ketyapmiz. Yana 2 sm, 3 sm ga qalinlashtirib berdik, uzunlashtirib berdik va hokazolar. Va kommentariyasiga kirib o'qing uni. Hammasi 17 yashar, 18 yashar, 20 yashar bolalar. Nimaga? Aka, qanaqa qilib sizga murojaat qilsak bo'ladi? Qanaqa borsak bo'ladi? Qanaqa qildirsak bo'ladi? Nimaga? Qarang. Xuddi bizani temamizda ularda ham xuddi shunday psixologik qanaqadir muammosi bor. O'sha 16-17 yoshli bolada ham qanaqadir travmasi bor-ku, katta qilmoqchi. O'sha to'g'ri tushuncha berish kerak. O'sha urologlar qiladi bu narsani. Asosan ulardan to'g'ri tushuncha berish kerak. Bu sen o'ylaganchalik operatsiya emas. Yo, konveyer usulida qilishyapti, bilasizmi? Pul uchun. Естественно. Vatan uchun qilmaydi-ku, pul uchun qilyapti, albatta. Endi baribir ham Gipokrat qasamini ichmagan bo'lsak-da, lekin baribir biz vrachlarmizda. Vrachlar boshqa qatlamdagi odam. O'zini boshqacha tutish kerak, boshqacha fikrlash kerak. Yordam bera olmasang, zarar berma. Ha, to'g'ri. Yordam bera olmasang, hech bo'lmasa zarar berma. Har bitta operatsiyani foydasidan ko'ra zarari kamroq bo'lishi kerak-da, zarar kam. O'sha holatdagina qilsa bo'ladi operatsiyani. Yuqorida bir necha turdagi operatsiyalar haqida, umuman amaliyotlar haqida gaplashdik va ulardan keyingi jarayon og'riqli mavzumi? Hozir yo'q. Yo'q. Hozir umuman yaxshi o'tkazadi hamma. Adekvat og'riq qoldiruvchi terapiya qilinadi. Ya'ni bironta patsient operatsiyadan keyin men juda kuchli og'riqlar bo'ldi deganini bilmayman-da. Operatsiya davomi ham operatsiyadan keyin ham yaxshi chiqishadi patsient. Bu endi ko'p hollarda jarroh o'zining mahoratiga bog'liq va hozir ishlatilayotgan usullar. Shunday. To'g'rimi? Ahror, kuyishdan keyingi jarohatlar. Murojaat bormi sizga? Juda ko'p kuyishdan keyin. Asosan necha yoshdagilar? Sizlar bolalarni qilmaysizlar, menimcha operatsiya qilamiz. Qilasizlar? Qilamiz. Kuyishdan keyingi jarohat o'zi nima uchun kuyishdan keyin kelishadi bizga? Aynan bir sustavda, masalan, laktivoy zgib. Mana shu yerda bo'lsa, kuyish struktura bo'ladi. Ya'ni qo'l oxirigacha ochilmay qolishi mumkin. Harakat cheklanadi. Harakat cheklanadi. Xuddi shunday bu yoqda. O'sha harakatlarni qaytarish, joyiga qaytarish uchun usullari bor. Operatsiyani. O'shani qo'yib yuborish uchun. O'sha holatlarda juda rekonstruktiv operatsiya qilamiz. Tushunarli. Xo'p, Ahrorbek, o'zingizni sohangizni qanchalik kerakli deb hisoblaysiz? Boya ko'rsatuv boshida aytdim, menimcha unda hali syomkamiz boshlanmagan edi. Gapim qo'pol bo'lsa uzr. Vrach kasallar bilan shug'ullanadi. Kasal bo'lmagan odamni qayerindir nimadir qilish bu vrach ish emas deydi. Men ba'zi bir vrachlarni eski gvardiya bor-ku, mana eski gvardiyadagi yosh katta vrachlarni, ularni o'zini gapi bor shunaqa. Ularning dunyoqarashi shunaqa endi. Gapim uchun xafa bo'lmang. Prosta baribir siz o'zingizni qarashlaringiz bor, meni o'zimni qarashlarim bor. Qanchalik o'zingizni kasbingizni himoya qila olasiz? Men ko'proq aytaman. Men ham xuddi sizdek o'ylardim. Bu sohaga kirib kelmasam, plastik xirurgiya menga yoqmas edi.
lekin mana ustozim plastik xirurgiyani asl mohiyatini ochib bergan. Asl mohiyati nimadan iborat? Plastik xirurgiya bu patsientlarga nafaqat biron bir muammosini hal qilib beradigan, bu psixologik yengillik beradigan soha. O'sha boshda aytganimda, o'sha bir 70 ga kirgan ayolni qovoqlarini olib ko'zini ochib berganim, bu bir narsa. Bu определённый yaxshilik. Bu haqiqatan qilinish kerak bo'lgan narsalar. Lekin mana estetika uchun qilinadigan narsalar, psixologik razgruska beradigan patsientga operatsiyalar, bular ham juda katta ahamiyatga ega. U odam sizga aytmasligi mumkin. U odamni 50 ta tashqaridan qarab turgan odam gapirishi mumkin, san qilayotgan ish noto'g'ri, lekin u odamning ichidan o'tayotgan narsani faqat o'zi biladi. Faqat u odamga biz yordam berib, u hech kim bilmaydi u operatsiya qilgan, lekin u odam o'zi bilan o'zi yaxshi настроенияda qolgan umrini davom etyapti. U hech kimga должен emas, boshqa odamning fikriga qiziq emas. Albatta. O'zi shunaqa insonlar sizga asosan murojaat qiladi. Ya'ni 90% holatda biz o'zbeklar plastik jarrohlik, estetik jihatdan plastik jarrohlik, estetik jihatdan plastik jarrohlikka bormoqchiman desa, eski pokoleniya baribir aytadi, "Yo'q, nima qilasan, kerak emas, qo'y." Bitta baryerdan o'tib siz oldingizga keladi. Siz ham haligini siz avval variantlar berib ko'rasiz unga. Shoshmay tur, balki kerak emasdir senga. Shundoq ham chiroylisan. Hamma holatda ham emas. Hamma holatda ham emas. Lekin baribir konsultatsiya bo'ladi, albatta. Kelganda uzoq konsultatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Nechta urinishda qaror qabul qilishadi? Bitta urinishda. Aytyapman, patsientlar sizni oldingizga kelganda o'zi qarorni qabul qilib, baryerdan o'tib, qanaqa nima xohlashini aniq bilib, kelib sizga mana shunaqa operatsiya, sizga usullarini ham aytib berishadi. Mana shunaqa usulda qilasizmi, bunday usulda qilasizmi? To'xtang. Noldan boshlayman men. Nima yoqmayapti? Birinchi beradigan savolim sizni husningizda, sizda nima yoqmayapti deb savol beradi. U keyin boshlaydi patsient. Endi xudo xolasa yana bir 10 yil, balki undan ham tezroq siz sohangiz ham, ya'ni o'sha estetik jarrohlik, plastik jarrohlik bizda ham ancha odamlarning ichida to'g'ri qabul qilinishi boshlanadi. Siz sohangiz shunaqa sohaki, hozir xalq ikkiga bo'linib turibdi-da. Kerak emas mutlaqo va kerak qilish kerak. Balki 80 ga 20 dir. 20% kerak deydiganlar, 80% yo'q, uni qilish kerak emas deydiganlar. Lekin asta-sekinlik bilan mana o'sha Yujniy Koreyani amaliyoti, Yaponiyani amaliyoti haqida gapirganimizda boshida butun xalq qarshi bo'lgan ekan. Hozir mana ko'ryapsiz, ya'ni aholisining ko'p qismida qilingan. Nima uchun bilmayman, lekin yosh ko'rinishga harakat bor. Shunday. Bizda ham asta-sekinlik bilan kirib kelyapti. Odatiy hayot tarzimizga kirib boryapti. Va yaqin 10 yilda plastik xirurgiya, umuman estetik xirurgiya asta-sekinlik bilan ommalashadi. Biz buni bilamiz. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa bo'lib ketyapti. Chunki kun sayin ko'payib borayotganini sezayotgan bo'lsangiz kerak. Chunki odamlar men boshqacha o'zi kirib bo'lgan. Plastikaga, plastik xirurgiyaga bo'lgan talab oldin ham bo'lgan. Oldin ham katta edi. Hozir juda ko'p, juda talab ko'p. Ya'ni oldin masalan karyeramni boshlayotganimda estetik qilinayotgan operatsiyalar soni kam edi. Asosan rekonstruksiya, hayotiy ko'rsatma, ya'ni juda ham o't ketgandan keyin hayotiy ko'rsatma uchun qilinayotgan operatsiya. Hozir estetika uchun qilinayotganlar juda ko'p. Yaxshi. Asosiysi bezarar, xavfsiz va boya aytganimizdek, endi bizni suhbatimizdagi ba'zi bir mavzularga juda ham chuqur qaramaysizlar, sababi hatto emas, balki tasodiflar hamma joyda bo'lishi mumkin, hamma sohada. Oddiy appenditsitni olib turib ham yoki boshqa yengilroq operatsiya bilan ham og'ir ahvolga tushib qoladiganlar bo'ladi. Hech kim himoyalanmagan oldindan, to'g'rimi? Hozir men bir narsani aytmoqchi edim. Plastik xirurgiya rivojlangan sari bu narsa bilan shug'ullanayotgan odamlar ham ko'payib ketyapti. Mosheniklar ham. Shu mavzuda. Keyin o'sha 3 oylik kursda o'qib, qo'liga skalpel oladigan odamlar ham. Albatta. Bitta patsientim qayta operatsiyaga keldi. Student operatsiya qilgan, ya'ni Toshkentda 3-kursda o'qir ekan u bola.
hamma uni xirurg deb biladi. Instagramda so'z ko'rsangiz uni hech kim student demaydi-da. U haqiqiy bir xirurgga o'xshaydi. Asli student ekan. Unda operatsiya qildirgan. Menga endi qaytib operatsiya qildirishga kelyapti. Xo'p, mayli qilib beraman. Analizlaringiz bor. Ha, 1 yil oldin topshirgandim. Ko'rsating. Hammasi otrisatsiyali, infeksiyalar. Keyin aytdim, qaytib topshiring infeksiyani. Qaytib topshirasiz o'zimiz klinikamizda. Chiqib javobi bilan operatsiyaga olaman. Topshirdi, infeksiya chiqdi. Keyin u menda yo'q edi. Qayerdan paydo bo'ldi? Nima uchun paydo bo'ldi? Ketdi. Operatsiya ikkilamchi bo'lib qoldi. U infeksion больницаga borib davolanishni boshladi oya. Tushunyapsizmi? Mayli, asorat qilib biron joyini noto'g'ri kesib qo'ysa, balkim biz to'g'rilarmiz. Biron joyi osilib qolsa, 5-10 yildan keyin u ko'nikib, atrofdagilar ham ko'nikib, ha, endi shu peshonasiga yozilgan deb ketsin bo'lar balkim. Lekin infeksiyani yuqtirib olsa, butun umrga ketdi umr. Shuning uchun patsientlarga to'g'ri tushuncha berish kerak. Tushunish kerak. Odamni tibbiy saviyasini oshirish kerak. Albatta. Diplomi yo'q studentlarga, tim bo'lib kosmetologlarga. Hozir shunaqa holat bo'lib qoldi. Mana dermatologiya bo'yicha bizga ko'p savol tushadi, ayniqsa aknelar mavzusida. Bizni ham og'ritadigan narsa shu, papillomalar, turli borodavkalarni oldirish mavzusida, hattoki o'sha mahallaning boshidagi go'zallik saloni bor-ku. Sochini sariq qilib bo'yagan, o'zidan kosmetolog vrachcha yasab olgan bitta opamiz kuydirib qo'yadilar, nimadir qiladilar, yuzini aknedan tozalayman deb ahvoli dabdala qilib, keyin dermatologga murojaat qilishadi. Keyin kosmetologga yordami kerak bo'ladi. Как раз таки biza qo'shiladigan joyimiz o'sha dermatologlar bilan o'sha moshenniklar, vitiligo kasalligi. Vitiligoga uchragan odam o'zi tushkun vaziyatda bo'ladi-da va o'sha moshenniklar shundan foydalanadi. Juda qattiq foydalanadi. Va u целая industriya. To'g'ri, qanaqadir narsalar, ana bu tabiblar, yaxshi qilib qo'yaman deydiganlar hammasi bu ham normalniy summada olar ekanda, biron foydasi bo'lmas ekan. Keyin oxiri bizga keladi, xirurgiya qilib bering deb. U ham masala, lekin to'g'rilab bo'lmaydi xirurgiya. Shunaqa. Ya'ni ko'p bu mavzu haqida gaplashsangiz chuqur mavzular bor, og'riqli mavzular. Mana oddiy elementarniy narsa o'sha oddiy aknelar bilan murojaat qilishadi. Akne 1 oy oldin qanaqa bo'lgan sani holating? Qani rasm tashlatsangiz, rasm tashlaydi. Tup-tuzuv bitta, ikkita o'tda papilla holati, normal holat bo'lgan. Keyin borgan haligi opaga, sariq sochli haligi opaga, kosmetolog opaga, yuzingni to'g'rilab beraman degan, yotqizgan, yuzini butun infeksiya tushirib, rasvosini chiqarib, keyin murojaat qiladi. Doktor endi nima qilsam bo'ladi? Assalomu alaykum endi. Endi sizga savol beraman. Men endi sizga savol bermoqchiman. Nima uchun boshqa kosmetologlarga ko'payapti ular? Nima uchun ular kamaymayapti, ko'payapti va ularga boradigan odamlar bor? Sabab bilasizmi? Ko'p holatlarda bizda dermatologiyada ko'p holatlarda viloyatlarning chekka hududlarida, ya'ni sentrdan uzoqroq joylarda yashaydigan aholi. Tushunasizmi? U sentrga borishi, markazdagi doktorga murojaat qilishi, yaxshiroq texnikasi bor, yaxshiroq, ya'ni malakasi bor vrachga, ular odatda sentrda bo'ladi. U yerga borishga imkoniyati yo'q yoki sharoiti yo'q, boyagi sharoitga borib taqaladi, bari finansga borib taqaladi. Lekin mahallasida qishlog'ining boshida bor bitta kosmetolog opa. O'shaning oldiga boradi, tavakkal endi nima qilsa bo'lar. Balki yaxshi qilib berar deydi, boradi. Ishonadi opaga. Chunki u qayerdadir omadi kelib qolib, kimdir yaxshi qilib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Bittasi yaxshi o'tgan bo'lishi mumkin-da undan. Bizda sarafani radio degan narsa bor-ku, bilasiz. Shu opaga bordim, yaxshi bo'ldim deydi. Ketdi. Men dermatologga murojaat qilish qimmat. Dermatologik amaliyotlar uchun oldin analiz topshirish kerak va hokazo. Tekshiruv xulosalari, umuman hammasi oddiy vitamin D ni tekshirish o'zi 300 mingdan oshiq turadi. Yo'q, uni qilmaydi. Eshitdingizmi? 150 mingga opaga yuzini ishonadi. Tushunasizmi? Boyagi mavzu, ya'ni siz aytib o'tgan mavzu, haqiqatda bor gap bu narsa. Shu narsa haqida gaplashgandik. Bitta kosmetologni institutga topshirtirdik.
ya'ni shunaqa vaziyat bo'ladi. Bittasi осложнение bilan bitta patsientni to'g'rilab berganman. Keyin kosmetolog keyin tanish bo'lib qoldi, kosmetolog bilan u yozdi, mana shunaqa nima bo'ldi deb. Keyin o'sha kosmetologni o'qishga kirdi. Hozir 3-kurs qo'liga skalpel ola olmaydi. Nimaga? U tushundi. Tibbiyot odam organizmi o'ylaganchalik maynavozchilik qiladigan, maynavozchilik va eksperiment o'tkazadigan joy emas. Bitta narsani ukol qilishdan qo'rqyapti hozir o'sha kosmetolog. Chunki meditsinada o'qishni boshladi. Bular esa hozirgilar 3 oylik kursni tugatib kesayotgan odamlar. Ular hech narsadan tushunchasi yo'q. Agar ne day boq bilan allergik reaksiya bo'lib qolsa, ular yordam bera olmaydi. Mana hozir yaqinda eshitdingizmi yo'qmi, bittasini qamashdi Turkiyada Nat Plus degan dorini reklama qilishdi rosa. Kosmetologlar, menimcha plastik jarrohlar ham ko'pchiligi. Endi plastik jarrohlar deyaolmayman, shu plastika bilan shug'ullanib yurgan ayrim bir kimsalar olib ishlatishdi. Nat Plus degan dori chiqdi. Uni Zolushka smesimi shunaqa ham deyishar. Kapelnsiz Zolushka. O'shani kuchaytirilgan formatdan foydalanishdi. Qamalib ketdi, u o'lib ketsa mayli, u mavzu yopilib ketdi, lekin xalq ishondida o'shanga. Va sotishdi, massiv sotishdi. O'zbekistonda, Toshkentda ham juda ko'p sotishgan. Sotishdi, Nat Plus'ni sotishdi. Yana ishonishdi, yana kimga ishonishdi? Uni reklamasi, litsosi kim edi? Dahshat, ujus. Kadrga qo'yamizmi yo'qmi? Jasmine Trans degani bor edi. Odamlarga hayronsiz. Endi bu yerda odamlar saviyasi kelib chiqyapti, savol. Odam saviyasi. Unaqa odamni nafaqat ularga ishonish, ularni kuzatish kerak emas. Ularni kuzatish kerak emas-da. Lekin kuzatishdi-da odamlar, qarang. U aytayaptiki, o'zini basharasini ko'rgansiz, qancha operatsiya qilingan unga, plastik amaliyotlarni nechtasi kimdir qilganda. Ha, shu. Ko'pchilik kechirasiz, gapingiz bo'ldi. Plastik xirurgiya odamni jinsini o'zgartirmaydi. O'zbekistonda, Toshkent. Bizni men bu narsa, imенно лично men bu narsaga qarshi. Qonunchilik bo'yicha ham? Qonunchilik bo'yicha ham mumkin emas. Mumkin emas. Men bunga 100% qarshiman. Bironta oldimga kelib, endi bilmayman, o'shanga o'xshaganlar kelib qolsa, men javobini bera olaman, chiroyli qilib. Endi ba'zi bir mavzular bor-da, mana misol uchun genetik jihatdan tug'ilishlar bo'ladi. Ular mengacha keladi. Mengacha o'zi tanimaydigan pasportida hech qanaqa yozuvsiz meni xushchaqchaq tug'dirmaydigan bo'lib keladi. Faqat o'sha reproduktiv sistemasidagi o'zgarishlar bilan keladi. Tashqi tuzilishi pasportida o'zgarish bo'lmaydi, o'zini. Yo, bizni nimaga bu Nat Plus temasini ochyapman, o'sha narsaga ishonishdi-da, mana xalq. O'sha Jasmine deganiga ishonishdi, u keyinchalik mana Turkiyada qamalib ketibdi. Endi xalq shunga ishonib shu litso bo'lib chiqyapti. Litso bo'lib kim reklama qilayotganiga e'tibor berish kerak-da, baribir bu narsani. U odamning moralniy состояниясiga, u odam kim? Asli kim? Nima uchun bu narsani reklama qilyapti? Maqsadi nima? Va oxirida ma'lum bo'ldiki, u bizni ham aybimizda. Ha, biz aybimiz. Vrachlarning aybi. Men o'sha e'tibor qilgan bo'lsangiz, men birinchi marta podkastingizda chiqyapman. Bundan oldin televideniyega 2-3 marta chiqqanman, shu narsa haqida juda ko'p gapirganman. В любом удобном случае gapirishni boshlayman. Meditsina bilan faqat mediklar shug'ullanishi kerak. Bu просто hozir Nat Plus endi balkim u kimgadir alohida bir allergik reaksiya berib qo'ygandir. Lekin u balki. Endi lekin aytmoqchimanki, xalq tanlovda ehtiyot bo'lish kerak-da. Bizda tibbiy malaka yoki tibbiy madaniyat pastligini hisobiga endi alhamdulillah yaqin kunlarda mana rivojlanib boryapti. Mana tibbiy podkast degan narsa bormidi bizda? Mana oddiy mana siz bilan suhbatlashib o'tirgan narsamiz. Qachon qarasangiz, kim shoumenlar, aktyorlar, artistlar, domlalar, masjidlarning qorakalari faqat shular bilan podkastlar bo'ldi yoki biznes vakillari bilan podkast. Har doimgidek vrachlar orqada oxirgi fonda hech kimga kerak emas, orqada qolib ketuvdi-da. Shunday. O'sha yuragiga tegani uchun mana bu loyihani amalga oshiryapmiz biz. Ya'ni o'zi asli vrach hammadan ko'ra mashhur bo'lishga haqqi bor. Bu millatning giroylari bo'lish kerak o'zi asli vrachlar. Bu narsa aniq bilaman, chunki eng kadr ortidagi odamlar vrachlar hisoblanadi. Chunki o'zim ham tez tibbiy yordamda ishlaganman, ancha bakalavr davrida.
o'sha vaqtdan bilmayman qani bu omad. O'sha bakalavr davrida Moskvada tez tibbiy yordamda ishlashni boshlaganimda o'zi tibbiyotdan ko'nglim sovib borgan o'sha vaqtda. Qanday xirurg bo'ldim bilmayman. Chunki odamlarda sizga bo'lgan отношенияsi ham boshqacha O'zbekistonda. Xirurglar, vrachlarga. Rahmat kattakon, ajoyib suhbatingiz uchun avvalambor. Va ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra bizda ba'zi bir shaxsiy masalalar bor, shaxsiy savollar bor to'g'riroq. Ikkita shu shaxsiy savollarni beraman, keyin suhbatimizni tugatamiz, lekin bu keng mavzu. Va albatta sizga murojaat qiladigan odamlar professional mutaxassislarga murojaat qilib, o'sha plastik jihatdan yoki bo'lmasam rekonstruktiv jihatdan o'zini hayotida yengillik kiritsa, bu sizga va bizni kuzatuvchilarimizga manfaatli bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Ahrorbek, savolim. Bu aytib o'tdingiz, men bu sohani tanlaganimga afsuslanmaganman, hammasi yaxshi deb aytib o'tdingiz, to'g'rimi? Yana yashash imkoniyati bo'lganda plastik jarroh, endi siz hali yoshsizda, sizga bu savolni berish g'alati. Men yoshman. Siz yoshsiz bu mavzu. Chunki istagan paytingiz siz nimani o'zgartirishingiz mumkin, yo'nalishni. Yo'q. O'zgartira olmayman. O'zgartirmayman. O'zgartirish niyatingiz yo'q. Yo'q. Niyatim yo'q. O'zgartiraman desam ham buni iloji yo'q. Lekin o'zgartirish niyatim yo'q. O'zgartirish niyatingiz yo'q. Uylanganmisiz? Ha. Farzandlaringiz bormi? Siz yo'lingizdan ketishiga qarshi emasmisiz? Qarshi emasman. Agar shifokorning bolasi shifokor bo'lishi kerak deyman har doim. Chunki men egallagan bilimlarimni bolam oladi-yu va uni ikki hissa ko'paytirish kerak. Shuning uchun meni bolam meni kasbim bo'ylab ketgani yaxshi deb hisoblayman. Tushunarli. Xudo o'zingiz kasbni davom ettirayotganingizdek. Xuddi shunday. 3-avlod bo'lishar ekan agar davom ettirsa, xudo xolasa. Yaxshi. Odamlarning отношенияsi haqida. Tibbiyot xodimlariga, vrachlarga. Kaltayotgan vrachlarni ko'ryapmiz-da. O'zim ham yeganman kalta. Xo'p, shu haqida. Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa bo'lyapti? Xo'p. Va nega kalta yegansiz? Tez tibbiy yordamda. O'tdi. Yo'q, hozir jarrohlikda yo'q. Jarrohlikda yo'q. Bizda unaqa qo'rqinchli narsalar qilinmaydi. Endi tez tibbiy yordamda kaltak yeganim patsient o'sha Coviddan oldingi davrlarida bitta patsientim o'zi o'lim yoqasida edi. Qo'pol qilib aytganda, patsientni o'g'li oldida o'tiribdi, patsientga onasi. Endi skoriy mashinachida vafot etdilar. Yordam qilishga harakat qildik. Endi o'sha payt kalta yegan vaqtimiz bo'lgan. Lekin hech qanaqa e'tirozim yo'q. Endi tushunaman. Psixoemotsional holatini tushungansiz. Onasi endi tushunishi kerak. O'sha narsa bo'lgan. Lekin bitta narsani aniq ayta olaman. Hozir ham davom etib kelyapti. Частный klinikada ishlaganligim uchun men bu narsa bilan kamroq ko'raman, eshitaman. Lekin davlatda mana shunaqa bepul xizmat ko'rsatadigan tibbiyot xodimlarini juda qattiq tahqirlashadi deydi. Tahqirlashadi. Bosimlar ostida qolishadi ba'zan. Ya'ni patsientlar tomonidan. Chunki men har doim aytaman, o'zingni o'zimni sog'lig'im muammoli bo'lsa, men birovni ayblamayman-da. Ya'ni tushunish kerak. Men o'zimga qaramadim, bu meni aybim. Bu vrachning aybi emas. Shu narsani tushunishimiz kerak. O'zimni sog'lig'im men o'zim uchun kerak. Men hozir 30 ga kirdim. Mana shu bitta ustozimiz bor, u kishi aytdi, hozir shug'ullansang sog'lig'ing bilan shug'ullaning, bo'lmasam tamom. Kech bo'ladi. Kasal bo'lasan. 30 yoshdan keyin sport bilan shug'ullanaman. Vredniy привычкалар yo'q. Boshqa odamlar ham ichadi, chekadi. Xohlagan ishini qiladi-yu, keladi vrachga, keyin oxirida vrach ayblar. Shunaqa. Ko'pchilik kasal bo'lishda vrachlarni aybdor deb bilishadi. Shunday. Lekin Allohga ming qatla shukr, asta-sekinlik bilan xalq ichida vrachlarga nisbatan, ayniqsa Coviddan keyin vrachlarning qanchalik kerakli qatlama ekanligini tushunishdi. To'g'rimi?
Yo'q, hali fikrimga qo'shilmaysizmi? Kadr ortidagi gap qolib ketsin. Mana bu vrachlarga bo'lgan tushunchasi o'zgarib qoldi. Covidda g'irt noinsoflar ishladi. Soqqa uchun. Soqqa uchun. Yo, mayli endi u. Axir tanlaganingizdan afsuslanasiz demak, bu sohadan yana imkoniyat bo'lganda shu sohani tanlagan bo'lar edingiz. Va oxirgi an'anaviy savol-da bu, hammaga beramiz bu savolni. O'zingiz yomon ko'rgan odamni davolashga majbur bo'lgan paytingiz bo'lganmi? Bo'lgan, ha. Siz yomon ko'rasiz. Dushmanni men qo'ya qolaylik, o'zi vrachda dushman bo'lmaydi-yu, lekin shunaqa vaziyat bo'lgan. Lekin bir narsani tushunish kerakki, meditsinaga kirgan odam bunaqa narsalardan ustun turishi kerak. Lichniy egoizm, o'z manfaatlari. Agar patsientni hayoti, sog'lig'i turgan bo'lsa, o'z manfaatlarini, o'zini intereslarini chetga olib qo'yish kerak. Chunki baribir birinchi o'rinda biz javobgar shaxslarmiz, shuning uchun. To'g'ri. Yaqinlaringizni davolashingizga, yo'q, davolash emas, yaqinlaringizda qanaqadir amaliyotlar o'tkazishga to'g'ri kelgan vaziyat bo'lganmi? Bo'lgan. Ojiz qolgan vaziyatingiz bo'lmaganmi ish qilib? Hammasi yaxshi o'tganmi? Bizda planoviy. Onamni operatsiya qilganman, jiyanimni operatsiya qilganman. Lekin o'zi etika bo'yicha odatda yaqin qarindoshlarni qilmaslik kerak. Bu narsani balkim siz gapingizda jon bordir, lekin men ishonmayman. Boshqa odamlarga men o'zimni ishonishim qiyin. Shunaqa odammandir balki. Balki. Mendan yaxshi hech kim qilmaydi. Uylanganman dedingiz, plastik jarrohi o'ziga juft tanlash qiyin bo'lmaganmi? Qiyin. Endi siz boshqa ko'z bilan qaraysiz-ku odamlarga. Qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lganmi? Qiyin. Chiroyli tez qaramaydigan umr yo'ldosh tanlashga harakat qilganman. Siz hamma chertalarni hisobga olib, men ko'proq aytaman, birinchi o'rinda men chiroyga qarayman. Qaraganman. To есть meni ham bir o'xshashli tomonimiz bor ekan. Kulguchi bor qizlarni yaxshi ko'rardim. Qidirganman. Aynan, kulguchi bor qizni. Kulguchi bor qizga uylanganman va u menga kulguchi bor qiz dunyoga keltirib bergandi. Endi boshqa situatsiya ham bor bizda. Endi bilasiz, bizda faqat ayollar bilan ishlaymiz. Uyimda meni chiroyli kutib oladigan chiroyli xotinim bo'lmasa qiyin bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri, albatta. Sizga ham oson emas. Doktor sizga ham qiyin. Shunaqa. Xo'p, yaxshi. Kattakon rahmat. Juda ham bilasizmi, o'zi hamma vrach bilan maza qilib gaplashdi, lekin siz bilan boshqacha, balki dunyo qarashimiz yaqin bo'lgani uchun, boshqa uchun juda ham yaxshi suhbat bo'ldi. Va shu o'rinda sizni fikringizni eshitmoqchiman tibbiy podkast haqida. Kuzatdingiz-ku, to'g'rimi? Baribir endi. Kuzatdingiz deb hisoblaymiz. Kuzatdim. Yo'q. Kuzatdingizmi? Umumiy tushuncham bor. Konsepsiyani tushunmadim boshida. Ko'rdim, endi oddiy zritel, kuzatuvchi sifatida ko'rgandim siz bilan. Hozir tushundimki, vrachlarda geroizm haqida, asl meniki emas. Haqiqiy. Sizniki ham. Boshqa vrachlarda geroizm haqida tushuncha berish juda yaxshi. Odamlar tushunishi kerak. Boyagi orqada qolib ketayotgan gaplar bor. Haqiqatan bir ikkita o'sha, agar men o'sha paytda skoriyda ishlagan vaqtim, men siz oldingizga mana shu narsa bo'lganida, men hozir 1,5 soat emas, 10 soat gapirib bergan bo'lardim. Chunki o'zim bu narsalardan juda ketdim. Chunki vrachlarning ichida gapiradigan gap juda ko'p. O'sha narsani olib chiqish juda zo'r deb hisoblayman. Ko'pchilik vrachlarni kam gap deb o'ylaydi-ku, o'zi aslida unaqa emas. Prosta eshitadigan odam yo'q. Eshitadigan odam yo'q ularni. Xudoga shukr, mana eshitamiz endi bu yog'iga. Va ko'rsatuvimiz doimiy an'anasiga binoan
tibbiy podkast loyihasiga kelgan har bitta vrachga o'sha kabinetini bir chekkasida bir joy olishi uchun, ya'ni bizdan esdalik bo'lishi uchun bir arzimas sovg'amiz bor. O'ylaymanki, bu sizni qadrli kabinetingizdan bir chekkasidan joy oladi. Rahmat. Xursand bo'ldik. Munib uzoq bo'lsin, bizdan esdalik. Va oxirgi, ya'ni moment, baribir siz bilan suhbatimizdan keyin sizga talab oshadi. Ya'ni siz bilan gaplashish xohlaydiganlar ko'payadi. Ha, Iloyim ko'paysin. Savol. Sizni qayerdan topamiz? Qayerga murojaat qilamiz? Xo'p. Asosiy bog'lanish bo'lgan joy bu Instagram hisoblanadi. Hozir menda yoki Telegramda nickname qoldirasizmi? Ha, albatta bu yerda qoldirib ketamiz. Telefon raqam. Telefon raqamlari, barcha ijtimoiy tarmoqdagi o'zlarining havolalarini qoldirib ketamiz. Aynan Ahror Alimovich bilan o'zlari bilan gaplashaman. Plastik jarrohlik bo'yicha, estetik xirurgiya bo'yicha yoki bo'lmasam rekonstruktiv xirurgiya bo'yicha savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mana shu ekran ostidagi havolalar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bugungi suhbatdoshimiz 6 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan plastik jarroh. O'zbekistonda rivojlanib borayotgan va sekinlik bilan barcha qatlamlarni o'z ichiga olib borayotgan aktual sohalardan biri, ya'ni muhim sohalardan birini egasi Tangirov Ahror Alimovich bo'ldilar. Bizga vaqtingizni ayirmasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga rahmat chaqirganingiz uchun. O'ylaymizki, bizda hali rejalar ko'p. Xudo xohlasa hamma vrachlarimiz bitta-bitta gaplashib chaqirib olganimizdan keyin, ya'ni tor doiradagi vrachlar bilan suhbat o'tkazib olganimizdan keyin bitta mavzuda ko'rsatuvlar bo'ladi va barcha tibbiy podkast qahramonlarini keyin aynan bitta kasallik bo'yicha yoki bitta soha bo'yicha taklif qilamiz va keyingi ko'rsatuvlarda xudo xohlasa siz bilan uchrashamiz albatta. Rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.